Do'stlar, Moskvadan Toshkentga reysli avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan. Toshkentga Primoy kiradi. O'zbekiston nomerida. Sizlar so'ragan narsa avtobuslar, mana shu avtobuslar. Uzoq transport avtobuslari avtovokzaldan amalga oshirilyapti, do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, uni vokzaldan joylashib ketasizlar. Biletlar bilan qo'yiladi. Dokument yo'qlar, yo'l kiranidan tashqari 5000 so'mgacha rasxod bo'layotgan hozir politsiyaga berasizlar, o'zlari yordam berib olib ketadi do'stlar. 40-50-60 kilogacha yuk maksimum poложенda besplatно ketadi yuklaringlar. Kim ketmoqchi bo'lsa telefon qilib kela olasizlar. Reyslarimiz har kuni bo'lyapti. Bitta rossiyskiy, bitta O'zbekiston nomeri bo'ladi. Tanlovda adashmasdan telefon qilinglar. WhatsApp, Telegramlar ishlaydi, yozsanglar javob beramiz do'stlar. Yana nima deymiz? O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlarga dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari haftada 4 kun reys bo'lyapti. O'zbekiston nomerini ham qo'yamiz tagiga. Unda ham WhatsApp, Telegram bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Avtovokzalda reyslar bor. Bu avtobuslar ham kelib turibdi. Ko'rsatsangiz bo'laveradi. O'zbekiston nomer avtobus so'raganlarga mana shu O'zbekiston nomer avtobuslar. Sog' bo'linglar.